Inson yolg'izdir degandim sevgan ayollarimdan biriga. Qo'shilmayman javob bergandi u. Visol yolg'izlikdan qochish, undan ma'lum muddat xalos bo'lish xolos dedim. Nihoyat tag'in ayriliq, tag'in yolg'izlik, tag'in iztirob, boshi bor u, keti yo'q, dard alam dedim. Bekor gap. Birgina farzandlarimning o'ziyoq meni bu darddan himoya etadi. Qolaversa ota-onam, tug'ishganlarim, qarindoshlarim, do'st birodarlarim bor. Men yolg'iz emasman. Boshini silkib qo'ygandi u. Sen sanaganlar menda ham bor. Men ham ularni yaxshi ko'raman. Kerak bo'lsa, ular uchun boshimni ancha-muncha kundalarga qo'yishga tayyor yashayman, lekin birgalik tuyg'usi qalbimning ich-ichida jaranglamaydi. U yerda men yolg'izman. Men o'zimman. Tushunyapsanmi? O'zimman. Agarda shu kunlarda siz ham o'zingizni yolg'iz his qilayotgan bo'lsangiz, Ulug'bek Hamdam qalamiga mansub Yolg'izlik ijtimoiy falsafiy qissasini taklif qilaman. Oltin qalam nashriyoti tomonidan chop etilgan ushbu kitob sizga o'zgacha bir taassurot qoldirishiga ishonaman. Ulug'bek Hamdam Yolg'izlik asari.